Moto Ustoz kanalida 20-yilda ishlab chiqarilgan Yamaha MT-10 SP modeli. Polni trassasi titan qilingan. Ko'p joylarida karbon detal qo'yilgan. Rama polni yopilgan magnitliklar bilan, karbon bilan. Chiroyli, qimmat tuning qilib qo'yilgan. Xo'p, buni quick shifterlari tepaga pastga, ABS, traction control, wheel control menimcha ham bor. Juda ham ko'p funksiyalari bo'ladi. 4000 probegda mototsiklimiz. Rejimlari bor. Quick shifter tepaga pastga, dash tormozlari ham nimadirlar qilsa bo'ladi. O'zini GPSlari va old orqa video registrator kameralarigacha bor. Mototsikl Koreyadan olib kirilgan. Bilasizlar, Koreyadan yaxshi, ishonchli mototsikllar kiryapti. 0 probegda olingan bu. Yengilligida. Hozirda 4000 probeg yurib sotishyapti. Kimga qiziq bo'lsa, narxini $17,800 qilib beramiz deyapti. Yana qolgani telefonda gaplashib yoki tepasiga kelganingizda yana ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Mototsikl juda ham ideal holatda. Yengidek bo'lib turibdi, xudo xolisa.